Assalomu alaykum aziz do'stlar. Supermen qadama-qadam ishtirokchilari. Xo'p, demak, bugun sizlar bilan Escape degan mini kursimizni boshlaymiz. Ya'ni matrisadan chiqib ket nomli mini kursimiz. 5 ta dars bo'ladi umumiy. Darslarimiz jarayonida men sizlarga odam fikrlashida qanaqa xatoliklar borligini ko'rsatib beraman, odamlar nimaga yolg'on narsaga ishonish haqida tushuntirib beraman. Sizda o'zingizda qanaqa illyuziyalar borligini tushunib olasiz. Xudo xohlasa darslarni qaytib yana bir necha marta ko'rish tavsiya qilaman. Umumiy olganda o'zingizda tanqidiy va ilmiy fikrlashni rivojlantirishga men xudo xohlasa yordam beraman. Bu esa eng kuchli filtr. Turli xil bo'lmagur bir g'alati isbotlanmagan, tasdiqlanmagan, ishlamaydigan, zarar keltiradigan narsalarga ishonish. Shuning uchun bugun men sizlarga kognitiv qamoq haqida gapiraman. O'zi reallik nima? Atrofingizga qaraydigan bo'lsangiz, ko'radigan hamma narsangiz siz real deb ataysiz. Lekin degan masala bor-da. Bu reallikligini qayerdan bilasiz? Faqatgina o'sha organi chust deydi, ya'ni sezish organi orqali bilishingiz mumkin. Ko'z, burun, sezgi, quloq, ya'ni eshitish qobiliyati va hokazo. Ya'ni masala nimada? Hid orqali, ko'z orqali mana shu nurlarni ko'rib, ranglarni ko'rib biz bu narsani real deymiz. Lekin bu qanchalik realligi haqida bizda asl mohiyati, asl qanaqadir bir ma'lumot yo'q. Umuman olganda inson miyasi shunaqa narsaki, inson miyasi odamga dunyoni boricha ko'rsatmaydi. Odamga dunyoni insonga kerakligicha qilib ko'rsatadi. Ya'ni bizga mana biz biologik mavjudot sifatida bitta narsani ayta olaman. Bizga bizni bu dunyoda, moddiy dunyoda biologik o'zimizni xohishlarimizni qondirish uchun miyamiz bu dunyoni maksimal ravishda bizga moslab ko'rsatadi. Misol qilib keltirib beraman. Rang masalasi. Misol uchun mana buni olaylik, kitobni olaylik. Mana pastda mana qizil rang, to'g'rimi? Tepada mana moviy rang. Moviy rang bilan qizil rangning nima farqi bor degan savol bersam, okey, g'alatimisiz? Moviy rang moviy, qizil rang qizil deysiz. Lekin buni farqi shunchaki miyangizda xolos. Sizning miyangiz bu narsani interpretatsiya qiladi. Nano to'lqinlanadigan narsa bor. Bu haqda o'sha kirib color deb yozsangiz bo'ldi, ingliz tilida juda ham ko'p ma'lumot chiqib keladi. Xususan ham Wikipediyasiga kirsangiz, u yerda ham havolalar bergan, tadqiqotlar. Pastga tushsangiz, bilasizlar, doim Wikipediya havola beradi. Havola bilan tanishib chiqishingiz mumkin o'zingiz. Interpretatsiyasi. Ya'ni qanchalik to'lqin uzun bo'lsa, misol uchun mana svet yoni hozir agar bu narsani o'chirsam, qo'limga o'chib turgan svetni o'chirsam, tabiiyki hamma joy qorong'i bo'lib qoladi. Ya'ni nur kelyapti, tushyapti, aks etyapti. O'sha aks etgan holatda biz ko'ramiz. Va agar aks etish jarayonida o'sha to'lqin adashmasam nanometrlarda hisoblashadi. To'lqin qisqa bo'lsa, siz moviy ko'rasiz. Moviy tomonga og'iydi spektr. Agar uzun bo'lsa, uzayib ketgan bo'lsa, qizil ko'rasiz. Tushunyapsizmi? Ya'ni misol uchun mana daltonizm shunaqa turlari bor. Ko'zdagi kolbichkalarga tegishli emas, imенно miyaga tegishli turlari bor. Tam miyadagi nerv shikasti esa yoki tam misol uchun mana bu yerdagi затылочная часть deydi, shikast esa inson shunchaki rang ko'rmay qoladi. Ko'z soppa-soq, hech narsa, hech qanaqa narsa o'zgarish bo'lmagan, lekin miyasini shikastlangani hisobiga. Shuning uchun men qanaqadir real dunyoni ko'ryapman yoki reallikni ko'ryapman yoki reallikni ko'ra olaman deb turib o'zingizni aldamang. Unaqa emas, bunga yaqin emas. Shuni bilishingiz o'zi sizni keyingi etapga olib chiqadi. Masala nimada? Bu yolg'on, ya'ni mana shu ko'radigan narsalarimizni biz interpretatsiya qilishimiz, ya'ni bu dunyo yo'q demoqchi emasman, yo'q, bor, shu yerda katta ehtimol bor. Hatto buni ham aniqlash qiyin, aniqlab bo'lmaydi. Lekin masala nimada? Ko'radigan narsalaringiz perspektivangiz bu sizning miyangizning ishlash mexanizmlari hammasi. Hammasi mexanizmlar. Misol uchun shunaqa kasalliklar bor, odamlar aytadi, insonlarning yuzini bir xil ko'radi hammasini. Pazoprognoziya deydi, adashmasam kasallikning nomini. Odamlar hammasini yuzini bir xil ko'rasiz. Misol uchun insonning yuzini aniqlashga javob beradigan zona shikastlanadi, turli xil sabablarga ko'ra, yoki jarohat yoki infeksiya yoki yana nimadir. Oqibatda odamlarning hammasini yuzini bir xil ko'radi. U davolanmaydi eng qizig'i. Psixologlar, psixiatrlar ular bilan ishlash jarayonida odamlarni boshqa jihatlaridan, hididan, ovozidan odamlarni ajratish, farqlashni o'rgatadi ularga. Ya'ni odamlarning yuzi boshqacha bo'lib qolmayapti, uni ko'zi ham normal u inson. Ko'zida zreniyasida qanaqaligi, mayda tekstni bersangiz ham o'qiveradi. Lekin insonlar yuzini bir xil ko'radi.
tamom bo'ldi. Ya'ni miyada chunki ketgan o'sha zona. Ko'ryapsizlarmi? Masala shunda. Xuddi shunaqa kamchiliklar bizda fikrlashda bor. Fikrlashda kamchilik ko'proq ham o'z aslini olganda межвидовая разница degan narsa bor. Misol uchun mana qarang, odam bilan odamni solishtiradigan bo'lsangiz, aytaylik, u Afrikadan birorta qora tanli odamni olib kelasizda, Xitoy burchagidan birorta bo'yi 1,5 metr bo'lgan kichkinagina oppoqqina qizchani olib kelasiz. Ana 2 metrli Afrikadan kelgan qora tanli odam bilan haligi qizchani farqi 0,1% bo'ladi xolos. Genetik jihatdan. Chunki bular bitta tur mavjudotlar. Inson bular. Bu ham inson, bu ham inson. Genetik jihatdan hech qanaqa farqi yo'q. To'g'risi ikkitasi agar bular jinsiy aloqaga kirsa, bola tug'iladi katta ehtimol. Tushunasizlarmi? Bitta turimiz chunki hammamiz bir tashqarimizdan qanchalik farq bo'lmasin, baribir ikkita teshik bor, burun bor, ko'z bor, quloq bor, bir xil примерно bir xil tuzilganmiz. To'g'ri ham gabarit har xil bo'lishi mumkin, rang har xil bo'lishi mumkin, lekin inson hech qachon insonni boshqa mavjudot bilan adashtirmaysiz. Endi bu tashqi ko'rinish haqida gapiryapman. Ya'ni 0,1%. Lekin aqliy faoliyatni oladigan bo'lsak, odamlarni agar imенно miyasini farqini oladigan bo'lsak, odamlar bir necha ming barobargacha farq qilishi mumkin bir-biri bilan. To'g'risi odam absolutno debil bo'lishi mumkin, oddiy bitta narsani tushuna olmaydigan odam bo'lishi mumkin, odam geniy bo'lishi mumkin, daho bo'lishi mumkin. Agar jismoniy nuqtai nazardan qarasangiz, misol uchun mani oling, aytaylik, men 100 metrga tam 12 sekund yugura olaman deylik. Men endi bilmayman hozir qancha yuguraman. Imtihonda 11:08 yugurganman. Deylik 12 yugura olaman deylik. Xo'p, даже 12 emas, 14 yugura olaman deylik. 14 вообще ekan, o'z aslini olganda. 14 ga birorta jahon chempionini olasiz. Dunyodagi eng zo'r, eng tez yuguradigan odam. Mendan 2 barobar tez yugura olmaydi. 100 metr. To'g'risi, mendan jismoniy 2 barobar tez qila olmaydi bu ish. Просто shu narsani tushuning. To'g'risi, inson bir-biridan aytaylik, mana birorta kuchliroq odamni olsangiz, tam любой odamni oling, любой birorta kuchli odamni oling. Misol uchun men bilan solishtirganda hozir zalga borasiz, men aytaylik 150 kg bilan o'tirib turaman deylik. Men professional sportsmen emasman. 150 kg bilan o'tirib turish uchun tam 1 yil shug'ullansangiz yetarli. O'zi tana vazningiz ham kattaroq bo'lsa, men tana vaznim aytaylik 100 kg hozir. Misol uchun men o'tirib turaman. Lekin o'sha zalni o'zida eng kuchli odamni olsangiz, tam mendan 10 yil ko'p shug'ullangan Ahad akami yoki boshqa tam Umid akam farqi yo'q. Ular mendan 2 barobar ko'p o'tirib turadi. Ular 300 kg bilan o'tirib turisha olmaydi. 250, 220 kg bilan o'tirib turadi. Ya'ni qanchadan ham 10 barobar mendan hech kim kuchli bo'la olmaydi. Men misol uchun yerdan hozir dast 100 ko'tarsam, 100 kg dast ko'tarsam, bemalol ko'taraman. 1 tonnani hech kim ko'tara olmaydi o'sha. Mendan 10x kuchli odam yo'q, lekin mendan 10x aqlli inson bo'lishi mumkin. Tushunasizmi? Ya'ni biz aqliy jihatdan ancha farq qilamiz. Jismoniy jihatdan kamroq farq qilamiz. Mana shu shartli narsalar, mana shu masalalar juda ham muhim, juda ham katta muhimlikka ega. Endi bu yerda bitta narsani o'zimiz uchun tushunib olishimiz kerak. Mana shu farqlanishlar bizni shu kognitiv qamoq nomli zonaga olib kirib qo'yadi. Bu komfort zona. Kognitiv qamoq sizdan hamma haqiqatni yashiradi. Kognitiv qamoqdan chiqib ketishning bir nechta turi bor. Ishonavering, yana bir marta o'zingiz uchun tushunib oling. Kognitiv degani nima degani? Bu aqliy degani, ya'ni bu aqliy qamoq. Siz to'g'ri deb bilgan narsani hammasi ham to'g'ri emas. Hammasi ham to'g'ri. Siz real deb bilgan narsani juda ham katta qismi shunchaki yolg'on bo'lib chiqish ehtimoli bor. Va shu narsani inobatga olmas ekansiz, siz butun umr illyuziyada yashaysiz. Butun umr illyuziyada yashaysiz. Shu narsani tushunib oling. Juda ham ko'p misollar bor. Aytaylik, bir nechta men usullarni aytib o'taman shu masala bo'yicha. Misol uchun mana qarab turinglar. Aytaylik, siz tam qanaqadir odam kuzatyapsiz. Misol uchun mana kitoblar bor, kitobni o'qiymiz. Mana shu kitobni oladigan bo'lsak, mana Malcolm Gladwell kitobi Outliers, ya'ni donolar va zukkolar va landovurlar qilib tarjima qilingan o'zbek tiliga. Va kitobda zo'r statistikalar keltirilgan. Odatda kitoblar qanaqa yoziladi? Misol uchun, men bu odam boyib ketdi yoki men bu odam yoshligida men o'qiganda boyib ketgan. Aytaylik, Bill Gates universitetni tashlaganda boyib ketgan. Steve Jobs universitetdan drop out bo'lgan, chiqib ketganda va boyib ketgan va hokazo. Keyin qanday qilib $1 million pul ishlasa bo'ladi? Qanday qilib $1 milliard pul ishlasa bo'ladi? Va hokazo. Mana shunaqa ajoyib bir-biridan ajoyib bo'lgan anaqalarni ko'raveramiz.
holatlarni ko'raveramizda va bizga nima tuyulishni boshlaydi? Odamlar o'zini aldashni boshlaydi. Kognitiv xato qilishni boshlaydi. Misol uchun mana kognitiv xatolardan biri tirik qolgan effekti degan narsa bor. Tirik qolgan effekti nima degani? Aytaylik, Stiv Jobs universitetni tashladi va milliarder bo'lib ketdi, deylik. Okey, Stiv Jobs universitetni tashlab milliarder bo'lib ketibdi. Endi uni biz taniymiz, u milliarder, u mashhur, u Apple kompaniyasini va iPhone'ni ixtirochisi, asoschisi deylik. Okey. Lekin degan joyi bor. Xuddi shunaqa universitetni tashlab hech narsaga erisha olmagan insonlarni biz bilmaymiz. Chunki ular mashhur bo'lib ketadi. Ya'ni biz o'zimizni aldaymiz. Ko'ryapsizlarmi? Masala nimada? Misol uchun mana bilasizlarmi, delfinlar odamlarni qutqaradi deydi. Men birinchi eshitganimda hayron qolganman. Delfinni tipi kalla ishlamaydi delfinni. Delfinligini ham bilmaydi o'zini. Odam delfinning miyasi juda zo'r rivojlangan deganda odatda nima nazarda tutiladi? Delfinning miyasi juda zo'r rivojlangan hayvonlarga nisbatan. Odamniki bilan teng emas miyasi hech qachon. Delfin bironsa ixtiro qila olmaydi yoki delfinning qo'liga kalkulyator bilan chizmani berib qo'ysangiz, nimadir chizib, sizga proyekt qilib beradi, u hayvon. Qo'pol qilayotgan. Endi masala nimada? Tasavvur qiling, siz cho'kyapsiz, qayerdadir dengizda, suzib chiqdingizda va delfinni ko'rib qoldingiz. Delfin keldi, delfin tako o'ynaydi odam bilan. Ne keladi, uradi, turtadi, suradi, turtadi, siz turtadi qisqasi. Turtib. Va sizga aytaylik, qirg'oq tomonga turtib kelishi mumkin. Misol uchun qirg'oqqa, shu orol tomonga turtib yordam berib olib borib qo'yishi mumkin. U spetsial shu qirg'oq tomonga men turtaman uni, odam cho'kyapti demaydi. Siz men bilan o'ynayapti deb o'ylaysiz. Siz bunday qimirlaysiz suvning ichida. Bunday kelib turtadi. Baxtingiz bo'lsa, sizni qirg'oq tomonga turtib chiqarib qo'yadi. Qirg'oqda chiqasizda, keyin intervyu berasiz. Meni delfin qutqardi. Hamma joyda gapiraverasiz. Hamma keyin vau, odamlar delfin qutqarar ekan. Teskarisi bo'ladi agar siz delfin aytaylik okean tomonga turtib tashlasa. Tasavvur qiling, keldida o'ynayapti, sizni turtyapti, faqat qirg'oq tomonga emas, okean tomonga. Siz suzmoqchisiz qirg'oq tomonga. U battar menga bosim qilyapti deb yana ham kuchliroq turtishni boshlaydi. Siz charchasib tashlaydi, cho'ktirib oladi. Cho'kib o'lib olganingizdan keyin siz bilan o'ynashga harakat qiladi. Endi bu cho'kkan inson chiqib turib hech kimga hech narsa aytib bera olmaydi. Ya'ni ko'ryapsizlarmi, tirik qolganlar haqida bizda ma'lumot bor, tirik qolmaganlar haqida bizda ma'lumot yo'q. Biz o'zimizcha ko'ramizda, wow, Evis lavashxona ochishimiz kerak. Zo'r bo'lar ekan. Mana boyib ketdi deymizda. Xuddi shu narsani qilib turib, umuman hech narsaga erisha olmagan insonlar haqida bizda ma'lumot yo'q. Ya'ni doimiy ravishda chumolinglar o'zingiz uchun ma'lumotni to'laqonli qabul qila olmaysizlar. Bu insoniy kamchiliginglar, bu insoniylik. Ya'ni biz inson borki nuqson bor. Ya'ni qanaqadir bizni kamchiligimiz. Ya'ni eng aqlligimiz ham, eng dunyodagi eng aqlli inson olsangiz ham, u ham qayerdadir tupit qiladi. U ham tupoylik qilib qolishi mumkin. Endi masala nimada? Qanday qilib mana shu kognitiv qamoqdan chiqib ketish mumkin? Birinchi o'rinda chumolinglar. Prosta o'zinglar uchun bu narsani qabul qilish og'riqli. Bu narsani qabul qilish yoqimsiz. Bu narsani qabul qilish qiyin. Ko'pchiliginglar qabul ham qila olmaysizlar. Men bu narsani bilaman. Ko'pchiliginglar mana shu videoni ko'rib turganinglar qabul qila olmaysizlar bu narsani shunchaki. Lekin shu savolni hattob o'rtaga tashab ko'ringlar o'zinglar uchun. Hattob qanchadan vaqt ichida, bir oyda bir marta, bir haftada bir marta mana shu savolga qaytib turishga harakat qilinglar. O'zi men to'g'ri deb bilgan narsam to'g'rimi? Men to'g'ri deb bilgan narsam, men ishongan narsam, men to'g'ri deb o'sha bo'yicha yashab yurgan narsam o'zi to'g'riligini qattan bilaman degan savolni derski smel o'zingizga o'zingiz berishingizni men xohlardim. Sababi bu sizni o'sha kognitiv qamoqni olib chiqib ketish ehtimoli bor mana shu savolni o'zi. Mana shundan kalibrovkani men doim qilib turaman. Men o'zimning dunyoqarashim qarab chiqish odatim bor. Men uchun meni fikrlarim, men uchun meni qadriyatlarim, men uchun meni to'g'ri deb bilgan narsalar muhim emas. Men uchun haqiqat muhim. Va agar haqiqat fakt, realniy fakt meni dunyoqarashim noto'g'riligini ko'rsatib bersa, tamom, muammo yo'q, men sekundda o'zgartira olaman dunyoqarashimni. Ko'ryapsizlarmi? Ya'ni mana shu kognitiv qamoq o'zi ushlab turasizda. Mana shu narsa to'g'ri. Misol uchun odamlar nimaga mana 21-asr yer yassi deydi, tekis deydi. Misol men больной deb o'ylaganman odamlar. Birinchi eshitganimda bunaqa odamlar borligini. Yo'q, больной emas, oddiy odamlar. Prosta
Kognitiv qamoq. Nimaga odamlar aldanadi aytaylik, nimadir tortib oladi mani miyam deb o'ylaydi, boshqa narsa deydi. Mana shunaqa g'alati faktlarga aldanadi. Eng qizig'i shunaqa aldanadiki, ularning fikricha isboti ham bor-da bu narsani. Hali isbotlar haqida keyin gaplashamiz, ya'ni asosiy yolg'onlar haqida gaplashganimizda ko'rib chiqamiz. Men bir nechta keyingi darsda bir nechta o'sha anaqalarni olib chiqib beraman sizlarga, afsonalarni. Ko'pchilik to'g'ri deb biladi-ku, aslida noto'g'ri bo'lgan afsonalarni. Masala nimada? Mana shu savolni o'zingiz oldingizga qo'yishingiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan, universal qoida, istalgan tushunarsiz holatda o'yla. To'xtab o'ylang doim. To'xtab o'ylang, savol bering o'zingizga. O'sha mana shu ma'lumotni qayerdan oldim? Men doim misol uchun menga qanaqadir g'alati ma'lumot bilan kelsa, misol uchun mana bitta bola kelibdi, haligi nimamish, yer tekisligini menga isbotlab berarmish. Okey, davay. Yo yer tekis bo'lsa, pashayozda, yer yassi bo'lsa, tekis bo'lsa, haqiqatdan ham shunaqa bo'lsa, men nima qilishim kerak? Bo'ldi, yer tekis ekan deyman, qarayman, qabul qilib qo'ya qolaman bu narsani. Chunki fakt, to есть, misol uchun mana shu krushka shu yerda turibdi, mana. Mana shu krushka bor. Men yo to'xta, men krushka borligiga yo'q deb men tortishmayman-ku. Bo'ldi, yer tekis bo'lsa, yer tekis. Yer shu sharsimon bo'lsa, yer davay ketdik dedim. Menga anaqa YouTube'dagi anaqani ko'tarib ketdilar. Erik Dubay degan odamni videolarini ko'tarib ketdi. Okey, mana deydi. Dedim, bu video, hop, okey, video bor. Hop, yer tekisligini isboti qayerda desam, mana deydi, gapiryapti deydi. Hop dedim, bu odam gapirgani bilan qara, bu gapiryapti. Buni gapini ham tekshirib ko'rdingmi? Yo'q, gapini tekshirmadim deydi. Na bir havola bor, na bir qanaqadir tadqiqotga anaqa bor. Bu gap просто gapirgani uchun nimadir gap bo'lib qolmaydi-yu. Ilmiyotda avtoritetlar yo'q. Gapiraveradi. Linus Pauling effekti degan narsa bor. Даже Nobel mukofotini olgan inson ham o'zini yo'nalishida adashishi mumkin. Ya'ni biologiyadan Nobel mukofotini olib, xuddi shu biologiyada xato qilish ehtimoli bor. Просто tasavvur qiling qanchalik ajoyib narsaligini. Ya'ni bu yerda ya'ni u bola keldi, men keyin savol berdim, o'ziga shu savollarni bermaganda. Keyin o'yladiki, aka dedi, yer tekis emasmikan deydi menga. Haqiqat jinnimizani tekis emas yer kanishni. Buni matematik isbotdan tortib, 3000 yil oldin demasmi, yerga kaltangni haligi qilib tiqib, boshqa shaharga borib kaltangni tiqib, ikkitasini parabol anaqasini olgan. Soyasini farqini olib turib o'ylagan, yer katta ehtimol bilan curve ga ega, ya'ni qiyshayishga ega. Eng qizig'i, o'sha qiyshayishni gradusini o'lchab chiqqanda qachon bir-biriga tegishini ham o'lchab chiqqan. 39,000 kilometr chiqqan uni hisob kitobi bo'yicha. Hozir 40,000 kilometr biz bilamiz. Tasavvur qilinglar, attiga 2,5% ga adashgan xolos-da. 3000 yil oldin yashab yurgan inson haqida gap ketyapti. Mana insonni aqli nimalarga qodirdi? Hozirgi odamlar 21-asrda yashab, Google'ga shuna kirib 5000 ta bu narsani tekshirib olsa ham bo'ladi, yo'q. Yer tekis. Masala nimada? Odam o'ziga shu savolni berishi kerak edi. Misol uchun qanaqadir ma'lumot keldimi? Qayerdan bu ma'lumot? Dunyo qarashingiz bormi qanaqadir? Hop, qayerdan bu narsa o'zi? Nimaga bu narsa siz boshingizda? Kim tiqdi buni boshingizga? Misol uchun Xitoyda tug'ilib, mana zo'r anaqa sizga xayoliy mashq. Xitoyda tug'ilganingizda dunyo qarashingiz qanaqa bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Hozirgidan farqli bo'larmi? Hozirgidan boshqa narsalarni to'g'ri deb bilarmidingiz? Yoki aytaylik, Vyetnamda tug'ilganingizda yoki misol uchun Amerikada tug'ilganingizda, Texas shahrida qanaqa dunyo qarashiga ega bo'lardingiz? Hech o'ylab ko'rasizmi? Biz o'zimizni absolyutga olib chiqishga urinamiz doim va shu orqali shu kognitiv qamoqqa o'zimizni tiqib qo'yamiz. Ya'ni men to'g'ri deb bilgan narsa 100% to'g'ri. Yo'q. Ishonaveringlar, yo'q. Unaqa emas. Mana shu fikr o'zi adashmovchilik. Gar shu fikr sizda bo'lsa, demak siz katta ehtimol bilan uje adashyapsiz. Shu narsani tushunib oling. Savol doim ochiq qolishi kerak. Savol doim, ya'ni doimiy ravishda o'zingizni yo'nalishingizni to'g'rilab turishga imkoniyatingiz bo'lishi kerak. Agar siz o'zingizni ramkaga tiqib qo'ysangiz, bo'ldi, kognitiv qamoqqa tutildingiz ras. Va ko'pchilik shunaqa 98% balki undan ko'proq, 99% butuni ham bordi balki yo'g'iga. Odamlar shu kognitiv qamoq nomli narsani ichida yashashadi va o'sha boshini ocha olmaydi, turli xil yangi ideyalarga o'zini chek qila olmaydi va oqibatda qanaqadir tushunmovchilik kelib chiqadi, agressiya kelib chiqadi. Bir g'alati gaplarning ustida bir-birini o'ldirib ham tashlashi mumkin insonlar. Mana shunaqa masala bor. Shuni hisobiga
savol berishdan boshlang doim. Kognitiv qamoqdan chiqib ketish uchun savol bering o'ziga. O'zi to'g'rimi men to'g'ri deb bilgan narsam? Birorta ma'lumotni ko'rganingizda ayting, bu ma'lumot qayerdan keldi? Qanday tekshirilgan o'zi bu ma'lumot? Qanday tekshirilgan o'zi bu ma'lumot? Qanday, nima va hokazo. Misol uchun mana odamlarning bir ajoyib g'alati anaqalari bor. Ilmiy fikr anaqani, ilmiyotni tushunmaydigan odamlarni aytaylik, misol uchun oy yoki quyoshgacha bo'lgan masofani bilamiz, aytaylik, 140 million, 150 million kilometr atrofida deylik. Qayerdan biladi, o'tga uchib bormagan-ku deydi. U metr tortuvchi borish shart emas, uning usullari bor. Metr tortuvchi borish shart emas. Koinotda u bir joygacha bo'lgan masofani ham bilsa bo'ladi, aniqlasa bo'ladi. Buning uchun fizikani sal bo'lsa ham tushunish kerak. Misol uchun men qaysidir basseyn ichida nechta tonna suv borligini bilishim uchun har bitta suvni baklashkaga olib o'lchab chiqishim shart emas. 1 kubometr suv 1 tonna bo'ladi. Men basseyn chuqurligi, uzunligi, enini bilsam bo'ldi. Men bittada hisoblab tashlayman. Grammigacha to'g'ri chiqadi endi. Grammigacha to'g'ri chiqadi. O'lchov to'g'ri bo'lsa bo'ldi. Men u basseynga borishim ham shart emas. Tushunyapsizlarmi? Bu eng oddiy misolida, ya'ni ilmiyot, ilmiy fikrlash haqida hali men sizlarga tushuntiraman, o'rgataman. O'zinglar uchun bilib olinglar. Ko'pincha sizlarga misol uchun piramidani odam qura olmasdi. Qura olardi. Bu haqda alohida katta исследование bor. Mana shunday kitob bor, men uyimda yozibdi. Mana shunday katta kitob bor. U siz aqlingiz yetmaydi buni qurilishiga degani, kimdir aqli yetmaydi degani emas, piramidadan murakkab narsalarni ham qila oladi inson. Misol uchun Hubble teleskopi yoki James Webb teleskopi piramidadan milliard martalab murakkab. Buni ham qila olmaysiz. Lekin nimagadir bunga hech qanaqa shubha uyg'onmaydi. Tarixda qolib ketgan nimagadir, yo buni odam qila olmasdi, hokazo. Hammasi kognitiv illyuziya, hammasi kognitiv qamoq. Agar sizda mana shunaqa g'alati konspirativ fikrlar, bir narsadan qidirish va hokazo bo'lsa, katta ehtimol bilan siz kognitiv qamoqdasiz. Bundan chiqib ketish uchun savollarni o'rtaga tashlash kerak, derski, bax savollar urish kerak-da, o'zingizga o'zingiz savol berishingiz kerak. To'g'rimi, noto'g'rimi, ma'lumotni o'zi qayerdan olingan va hokazo. Sinchiklab tekshirishingiz kerak. Sekin-sekin sizning boshingizda o'sha filtr shakllanadi. Misol uchun menda u narsa o'sha по умолчанию turadi. Men juda ham ko'p holatda, bilmadim, 20 ta holatdan 19 tasida 100% aniqlik bilan ayta olaman. Bu ma'lumot to'g'ri, bu ma'lumot noto'g'ri. Juda ham ko'p holatda. Ayniqsa ilmiyotga tegishli bo'lsa, точно men сразу men bilaman. Yo'q deyman, bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Oqibati shuni olib chiqadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling, miyani rivojlantiring. Kognitiv qamoqdan chiqing. Paka-paka.